Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnşallah bugün 24 may 2025 yil shanba kuni. Xudo xolasa hasharlarimiz ajoyib bo'lyapti. Alloh rozi bo'lsin. Mana inşallah oxirgi biton ishlarimiz bo'lyapti. Xudo xolasa ertagaliga qattiq tayyorgarlik. Ancha hasharchilarimiz kelgan. Alloh rozi bo'lsin. Naryoqda kafil tushirishyapti. Narigi tarafda apalikni o'rnatishyapti. Bu yerda mana tozalash ishlari bo'lyapti, birodarlar. Salkam 6 yil bo'ldi masjid boshlanganiga. Bu umumiy murojaat. Oxirgi vaqtlarda yaxshi ishni safida turishlik hammaga ham emas. Boshida hamma ixlos qiladi, muhabbat qiladi, qiziqadi, keladi, lekin oxirdagi ixlos so'nmaslik kerak. Bu hammamiz uchun, kelajak avlod uchun, ayniqsa o'zimiz Hayot akamiz o'zimiz uchun qilyapmiz bu ishlarni. Shuning uchun sizlardan iltimos, avvallari hasharga deb e'lon bersak 250 tacha odam bo'lib ketardi. Eng ko'pi 250 ta, 270 ta odam kelgan hasharga bir kunda. Ish topib bera olmay qolar edik. Bu hayit yaqin. Alloh uchun Xudoning baytidagi oxirgi ishlarga hissa qo'shib qolishlik maqsadida vaqt ajratinglar. Dunyo ishimiz, hayotimizdagi tashvish kamchiliklar tugamaydi o'lgunimizcha ham. Lekin bu ishlar g'animat. Kim nimadan qachon afzal bilishni, ishni qiymatini bilish kerak. Alloh taolo hammamizga aql, idrok bergan. Barchaga eshitib turgan qishloq ahli, shu kanalimizda a'zo bo'lgan azizlarimizga murojaatimiz shuki, ishlarimizni yakunlab qolyapti. Kelib yordam beringlar. Qo'l ushlaydigan biton ishlarimiz ko'p. Mana ko'chatlarimiz turibdi, tuvayda ekilmagan. Uni ekish uchun joylar tayyor qilishimiz kerak. Bu yog'i Qurbon hayiti yaqinlashyapti, mana 10 kuncha vaqt qoldi. Ayollarimizga ham agar vaqtlari bo'lsa, ishlarimiz ko'p. Masjidda artish, tozalash ishlarini erkak kishilar qila olmaydi. Juda ish ob'yomimiz katta. Alloh rozi bo'lsin. Bugun ham 10-12 ta opalarimiz, singillarimiz kelib ichkarilarni chiroyli qilib tozalashyapti. Qolganlar ham vaqtinglar bo'lsa